6. bölüm. Bahar günleri ötüp yaz yaqinlashmoqda Çarvıçılarning yazlıq yaylaqlarga ko'chadigan payti keldi. Tağ bag'rida qishlagan qo'ychilar tağning ichkarisidagi idir va saylarga, yangi taq o'tloqlarga ko'chmoqda va bu yerlardan asta-asta davollarga yiqilishib bormoqda edi. Qir dalada qishlaganlar bo'lsa, texi malvaranning oyig'i tegmagan, zapas saqlab qo'yilgan o'tlarga chiqmoqda edi. Bu malchilarning toza aldirash payti bo'lib, ular mal haydaydi. Yük taqlarini to'shiydi. Hammasidan ig'raqi qo'ylarning yo'g'ini qirqiydi. Bularning hammasi qo'shilganda bosh qashlashqim qo'l tegmay qoladi. Uning ustiga hamma odam yozliq manziliga tezroq berib olsaqmikin, o't chopib mo'l yerlarga o'rlashib olsaqmikin deydi. Qisqasi, ish degan do'linib ketadi, har kimning tashvishi o'ziga yetib oshadi. Hamma o'z ishi bilan band, lekin Akbarala dunyodan noumid edi. Atrofdagi qaynoq hayotning uningga daxlisi yo'q edi. Odamlarmi endi uni unutib qolgan edi. Akbara Toshchaynar o'lgandan keyin qarisini ko'rsatmaydigan, hatto Bo'stonning qishlig'idanmi kechalari huvlamaydigan bo'lgan edi. Akbarani ig'ir amal qilg'ili bo'lmaydigan dard qiynaydi. U bo'shib, erinchak, tushkun bo'lib qoldi. Udul kelgan ushshaq-tushak hayvonlarni ovlab yurdi. Ko'p vaqtni ko'zdan yiroq bo'lgan jimjit yerlarda mayuslik ichida o'tkazdi. Tog'lardan minglagan qo'y-qo'zlar to'p-to'p o'tib turardi. Na shunda qalayimqanchilik va shovqin suran ichida tenib qolgan biror yerim qo'y-qo'zni elib ketishdan oson ish yo'q edi. Lekin Akbara bularga qayrilib qarabmi qo'ymaydi. Hammasiga parvo qilmaydi. Akbaraga nisbatan aytganda dunyo o'z qiymatini yo'qotdi. Uning o'tgan umri haqida xotirlarla qolgan edi. Akbara beshini oldi, putlarning orasiga qo'yib olib, kun bo'yi Mo'yinqum cho'llarida, oldash dala dashlarida, mushu yerda istiqko'l bo'ylarida kechirgan xushallik va qayg'u hasratlarga to'lgan kunlarni eslaydi. Toshchaynar bilan birga o'tkazgan kunlari kunma-kun, oyma-oy, soatma-soat ko'z oldidan o'tib turardi. U har qitimda hasrat dardini alamga patgan jiniga sig'dirolmay o'rnidan turib ketardi. Atroflarda lag'aylab yurardi. Ondan yana qayg'urgan holda qiyirgan beshini putlarga qo'yib yerga so'zlatdi. Yana bolalarni eslab ketardi. Birdam yaqinda o'g'irlab ketilgan 4 bolasini, birdam Mo'yinqumdagi qirg'inchilikda halok bo'lganlarni, birdam oldash bo'yidagi qumushliqda kuyib ketgan bolalarni eslaydi. Özünün Toshchaynarni kuchlik, baslik va sadoqatlik erkak bo'risini hammadan ko'proq eslaydi. Goyida yovi kandirlik ichida uchrayotgan heliqi g'alita odam yodiga tushadi. Uning bolalari bilan qilchi ehtiyotmi qilmasdan yalang'och holda o'ynashmoqchi bo'lganlari ko'z oldiga keladi. Heliq odam Akbara kekirdigini uzib tashlash uchun o'ziga etilgan chaqda qo'rqib beshini qo'llar bilan changallagan peti yerga zo'ng-zo'yni melib, ondan oldi keyniga qaramay badar qashqan edi. Keyin uni qish boshlangan chaqda Mo'yinqum cho'lda tong qorong'usida to'g'roqqa esib qo'yilgan holati ko'rdi. Shu chaqda Akbara uning tonish chiroyiga toza tikilib zan solgan edi. Ondan u odam qopqini sal-pal ko'tarib, uning nimalarni dudab, shivirlagan va jimib qolgan edi. O'tib ketgan hayoti amdilikda uningga qayta olmaydigan shishtaklar tuyuladi. Lekin shularning hammasidan helimi teg'i umidini uzmagan edi. Umid Akbaraning qalbida yashaydi. Ba'zida oxirgi jigar parlari helimi tepilib qoldigandeklar qiladi. Shunglashqimi Akbara kechalari Bo'stonning qo'rusi atrofida o'g'irliqcha ararlab yuradi. U endi yuraklarga vahima selib o'ylamaydi. Faqat yiroqda turib quloqlarini din qilib tingshaydi. Balkim shamollar bo'yiga bo'y qo'shilgan bolalarning o'lashlarini ilib kelar. Balkim ularning o'ziga tonish yedilarini dimiga akilib turar. Ah, shundaq mo'jiza yuz berib qolsa, ha? U chaqda Akbara hech narsaga qaramaydi. Yo odamlardan, yo ishlardan qo'rqib o'ltirmaydi. O'zini aziz bolalarga otgan, ularni asoratdan qutuldirgan, qanot quyrug'i chiqarib, bu yerlardan yiroq-yiroqlarga, boshqa makonlarga boshlab ketgan, bo'rilarga xos bo'lgan erkin, ozoda va qiyin mushkul turmush kechirgan bo'ladi. Bo'rilarga buningdan boshqa narsa lozim emas. Shu kunlarda Bo'stonning yugur yetim ishlari ko'payib ketdi. O'tloqqa ko'chish ishlari yetishmagandek, buningga yana qandaqdir ahmoqona idora bosh ishlarimi qo'shildi.
Qo'shqarboyev Bostonga popoza qilib, yuqori darajalik tashkilotlarga uning ustidan shikoyat yozib avatdi. U yerning kimning haq, kimning nohaq ekanligini aniqlash uchun komissiya avatildi. Lekin komissiya bir fikrga kelolmadi. Komissiyaning ayrim a'zolari Malchi Boston Orkunchevni partiyadan chiqarib tashlash kerak. Chunki u partiya guruhi boshlig'ining shaxsiyatiga tegib, uni haqorat qilgan. Shuning bilan partiyaning o'ziga ma'naviy jihatdan ziyon yetkazgan deyishsa, boshqa a'zolar bunday qilishning hojati yo'q. Chunki Malchi Boston Orkunchev ishni ko'zda tutib so'zlagan. Uning tanqidiy emgak unumdorligini yuqori ko'tarishni maqsad qilgan deyishadi. Komissiya Bazarboy No'g'utovni so'roq tortdi. Uningdan Boston Orkunchev uvisiga qaytarib etishni talab qilgan bo'ri bolalar haqida yozma material ilishdi. Qisqasi, hamma qoidalarga rioya qilingan qog'ozbozlik boshlandi. Boston keyingi ikki qitim chaqirganda bormadi. Mollarni tog'larga haydishim, bola chaqalarim bilan yozliq yayloqqa ko'chishim kerak. Vaqt qiz. Shuning uchun men bo'lmasammi, o'zinglar bir taraf qilaveringlar. Komissiya lozim topgan har qanday jazoga roziman deb xabar berib qo'ydi. Bostonning bu qiliqlari Qo'shqarboyevning toza kutgan joyidan chiqqachqa u qattiq xushal bo'ldi. Lekin molchiga buningdan boshqa amalmi yo'q edi. Yozliq yayloqlarga ko'chish boshlangan shundaq paytda Boston ishni keyniga surashga, kechiktirishga zodi yo'l qo'ya olmaydi. Yaqinqi yillardan buyon mollarni bir kun burun haydab ketadi. Ondan molchilarning yozliq yuk puyuklarini toki mashinalar borolmaydigan joylargacha mashina bilan yetkazib beradi. Uning u yiqiga ota-bobolardan qolgan usul bo'yicha yuk taqlarni ot eshaklarga ortib jo'nib ketadi. Bu chora bir tarafdan mollarni ko'chirishni yeniklasa, yana bir tarafdan tezlashtiradi. Mana Bostonmo oldi bilan mollarni yozliq manziliga yetkazib bordi. Qo'nalg'ida o'zining yordamchilarini qoldirib qo'yib, ondan kechicha yo'l besib, keyniga yondi. Ertasi yuk taqlarni mashinaga besib, butun molchilar jam bo'lib, ta ko'z tushguncha tog'larga chiqib ketishi kerak edi. Shu kun oxir keldi. Lekin Akbara shuningdan bir kun avval kechasi Koni o'siga qaytib bordi. Uning Toshchaynar halok bo'lgandan beri bu yerga birinchi qitim kelishi edi. Yolg'iz qolgan qiyotash tegidagi o'siga yo'lamagan bo'lsa bo'ladi. Uning o'ylab turganligini, o'zini va u yerda hech kim kutib turmaydiganligini bilardi. Shuningga qaramay kunlarning birida qattiq qayg'u hasratga cho'mgan bo'rining tonish yo'llar, chatqal oralari, g'ar kamerlardan o'tkisi keldi. Qadrdan joylarini seg'indi. U yerda bolalari kelib uni arziqib kutayotgan bo'lib qolsa-chu, u ishchining tatlab turgan vasvasini yengolmadi. Oldinib yugurdi. Akbara yo'l tanlamasdan suvlarni kechib, toshlarni besib, yozliq yayloqlarda yenib turgan kechali gulxonlar vahshiy itlarning yenidan talablarcha yugurib o'tadi. Uning keynidan miltiq ovozlari vang'ildab ketadi. U osmonga esilib turgan ay nuriga ko'milgan tog'larda asosini yo'qotgan holda yakka yegana chapatdi. U atrofni yangi o't-cho'plar va zirq notalari chirmab olgan. To'niqli bo'lmaydigan holga kelgan uvisiga yetib borgandan keyin miskin va xeyli chaqlardan beri unutilgan uvisiga yurkini to'xtatib kirolmadi. Lekin uning keyniga qaytishga, o'zini tutib olishga majoli qolmagan edi. Shu chaqda Akbara yana bo'rilarning ilohiy bo'ri onaga nola qildi. Zarlab, uvlab uzoq yig'ladi. Baxtsiz taqdiri haqida to'xtamasdan arz qildi. Ilohdan o'zini oyg'ilib ketishni, odam yo'q yerga opirib qo'yishni o'tindi. Boston shu kechasi yo'lda edi. U mollarni yozliq yayloqqa yetkazib qo'yib, keyniga qaytmoqda edi. Kechini shu yerda o'tkazib, atdiganda qaysimi albatta bo'ladi. Lekin unda qilgan bo'lsa, qo'shqa kashga yaqin yetib keladi-da, atsi yuk taqlarni besib, mollarning keynidan yo'lga tushishga to'g'ri keladi. U bunchalik vaqtni qo'ldan berib qo'yishni xohlamaydi. Yana kelib qo'ruda kichik bolasi bilan Gulamxon va yana bir oiladan bo'lak hech kim qolmagan bo'lib, ular yozliq yayloqqa ko'chish uchun tayyor bo'lib o'tiradi. Erkaklarning hammasi mol haydab ketgan edi. Boston shu kechasi mana shu sababdan keyniga qaytmoqda edi. Baxtiga yarasha Don Kolokmu odatdagicha jidal va salmoqli yurib kelmoqda edi. Uning yurishiga odamning zo'qi keladi. Chaqqan otda bu. Nasllik don etining yollari va quloqlari oy nurida tavlanib turadi. Baquvvat to'shidagi buljun go'shtlar kechada jilva qilib turgan suv to'lqinlarda yaltiraydi.
Havo issiqmi emas, soğuqmi emas, mo'tadil edi. O't cho'plarning hidi gupildab urib turardi. Boston har ehtimolga qarshi yelkisiga miltiqini esib olgan edi. Tağda kechisi nima ishlar bo'lmaydi deysiz? Boston uyiga beribla miltiqni qo'ziq ilib qo'ydi. 5 dal o'qi ilib etilmagan peti shu yerda esiqliq turadi. Boston qo'shqa bomdod vaqtida soat 5larda yetib berishni mo'ljallagan edi. Uning mo'ljali xato chiqmadi. Shu kechisi u xotini bilan o'g'liga qanchalik qattiq bog'langanligiga aniq ishonch hosil qildi. Bir kun o'tar o'tmayla ularni seg'inib qoldi. Mana endi oldirash uyiga qaytmoqda edi. Yo'lda hamidan bekrak Akbara yana qo'ru atrofida quturib, Gulamxon bilan Kenjashni qo'rqitib, dahshatli huvlab yurgan bo'lmag'idi deb ansirdi. Boston Toshchaynar o'lgandan keyin Akbara ko'zdan yo'qoldi, har holda zuvoni chiqmay qoldi deb o'ziga o'zi tasalli beradi. Boston shu kechasi bekor ansirmagan ekan. Shu kechasi Akbara Bashat jilg'isida koni o'z oldida bo'ri onaga arish shikoyat qilmoqda edi. Mubada Akbara Bostonlarning qo'rusi atrofida paydo bo'lgan taqdirdami, u hech kimni qo'rqitib tashvishga solmagan bo'lardi. Toshchaynarning o'limidan keyin u odamlar manzilgohidan kelayotgan ovozlarga hasad bilan quloq silib yuradi. Xolos. Shu kun oxir keldi. Boston shu kuni atdiganda uyqudan ko'zini ochganda kun nayzi bo'yi o'rlagan edi. U tong qorong'usida qo'shqa yetib kelib 4 soatlik uxlagan edi. Gulamxon atdiganda Kenjash dadasini uyg'otvatmasin deb xilla tutdi. Lekin ko'chish tashvishi bilan avor bo'lib ketib, o'g'lidan bir mahal xabar ola olmay qoldi. Bola alni nimalarni deb hadab dadasining yuzini silab shaplaqlashga boshladi. Boston ko'zini ochdi. Kulgan peti o'g'lini bag'riga bosdi. Butun jon teni uningga bo'lgan ajoyib bir mehri muhabbat bilan to'lqinladi. Uning pushtidan tomgan kichkina sog'lom bu bolaning tetik bo'lib o'sayotganligi, texi 2 yoshga to'lmagan bo'lsa-mu, ziyrakligi, ota-onasini söyishi, yuz chiroyi, qiliqlarining qo'yib qo'ygandeklar o'ziga o'xshab ketishi, faqat qora qatdek yaltirab turadigan ko'zlarining onasini eslatib turishi haddidan ziyoda xo'shallik bag'ishlaydi. Bir ig'iz so'z bilan aytganda bola degidek bola edi. Boston uningga qarab turib, o'zining shundoq ajoyib o'g'li borligidan faxrlanardi. Nima deysan o'g'lim? O'rnimdan turaymi? Qani, qo'limdan tortib etkina. Tart. Mana barakallah. Oho, palvonda mana endi qani, endi dadangni bo'ynidan bir quchoqligina. Vah. Gulamxon shu orliqda unni qo'rib, sut va tuz silib quyuq humal choy hozirladi. Humal choy erining joni teni edi. Shu tapda malvarallarla emas, hatto ishlarmi yiroq-yiroqlarga chiqib ketgan bo'lib, Orkun Cheviflar oilasi xolisa bemalol xotirjam o'ltirib choy isi bo'ladi. Nurg'un kishilar molchilar oilalarining bunday rohat farog'atga kamdan-kam muyassar bo'la oladiganligini yaxshi bilmaydi. Chorvachilarga yil bo'yi kecha-kunduz tinmay ko'z quloq bo'lib turmush bo'lmaydi. Agar qo'yni 1000 tuyoq deb hisoblaydigan bo'lsak, qo'zlar bilan qo'shilib 1,5 tuyoq davring. Shunga bundoq ozala o'ltirib choy ichishga cho'lis tegmaydi. Molchi oilalari buni faqat ozroqla qila oladi. Ular ko'chish oldida xotirjam o'ltirib choy ichalaydi. Ondan yozicha tog'larga chiqib ketishidi. Mashina peshingacha yetib keladi. Shuningcha yig'ishtirib, saramjon qilib qo'yish kerak. Voy, ko'zlarimga zodila ishonmayapman deydi Gulamxon og'ziga tegmagan holda. Nima degan yaxshi? Jining yayrab ketadi. Jimjitlikni qarang. Sizning qanday o'yda ekanligingizni bilmayman, lekin mening hechla ketkim kelmayotdi. Uydila qolayli, Kenjashjon dadangga degan hech nega bormaydi. Kenjashjon nimalarnidir deb birdam dadasining, birdam onasining quchqiga chiqib oladi. Boston bo'lsa muloyimlik bilan ayolning gaplarini ma'qullaydi. Shundaqmi, mayli yozicha mushu yerda yozsaq nima bo'pti? Toza gap qildingizda kuladi Gulamxon. 2 kun o'tmayla qo'ylar nadisan deb voyt degichilar tikib yetarsiz. Ondan sizni donkolik bilanmi qo'g'lab yetkil bo'lmaydi. Ras, donkolikni minibmi yetisholmaysan deb tasdiqlaydi. Qana topgan Boston. U ondan dingib turgan burutini silab qo'ydi. Bu uning ko'ngli xo'sh vaqt ekanligini bildiradi. Ular yerga qo'yilgan jo'za atrofida o'ltirib, ana shundoq choy ichishdi. Balası ularning atrofida kepinakdak aylanib yuradi. Ota-onasi uningga bir nima yegizmoqchi bo'ladi. Lekin bola bugun sho'xliqni avijiga chiqargan bo'lib, o'ynab chepib ularga orom bermaydi.
Zadila joyda o'ltirish, tamoq yeyish xiyoli yo'q edi. Ular uyning ichi dimiq bo'lib ketmasin deb ishini ichib qo'yg'ashqa, Kenjash birdan tashqariga yuguraydi. Irg'anglab o'yilini aylanatdi. Mikyanning atrofida pildirlashib yurgan kichkina, hurpib ketgan chujularni tomosha qiladi. Bu kuzatchi Qudurmatning to'g'usi edi. Qudurmatning o'zi yoyloqqa chiqib ketgan bo'lib, uning ayoli Osilgul Urkunchevlar bilan birga mashinada mangmoqchi bo'lib qolgan edi. Osigul boya ularnikiga kirib, yuk taqlarni yig'ishtirib qo'ydim. To'g'uni chujular bilan sevatga salsamda bo'ldi. Buni mashina kelganda qilsaqmi bo'la? Hozir kirlarimni yuyib qurtib olay degan edi. Shu kuni sar shundoq o'tmoqda edi. Quyosh ko'tarilib xiyla qizirishga boshladi. Hamma odam o'z ishi bilan ovora. Botun xotini bilan yuk taqlarni tugun bo'g'ichoqlarni chigatdi. Osigul kir yumoqda edi. Arlab uning tashqariga yundi to'kkanligi anglab qoladi. Kichkina Kenjash bo'lsa xalqincha o'ynab yuradi. Birdam uyga yugurib kiradi, birdam chipib chiqib ketadi. Chujularning atrofida aylanib yuradi. Shu orliqda mehribon kurik to'g'u chujularning ho'ylining neri-yiqiga yer tatlashga boshlab ketdi. Kichkina chujular uning kaynidan paypaslab yugurdi. Ular shunda qilib saroyning egiz temining kayniga o'tib ketdi. Bu yerda qirqiz va ot quloqlar o'sib ketgan bo'lib, yoz kunlari bo'lg'achqa ajoyib jimjitlik cho'mgan edi. Chujular chek-chek qilishib axlat devizini tatlaydi. Kenjash bo'lsa tinmasdan chujularga gap qiladi, pixildab keladi. Ularni tutib olqanlari bilan silmoqchi bo'ladi. Ona to'g'u Kenjashdan cho'chmaydi. Biroq u yerda tuyuqsizlar ovoz chiqarmasdan qadam tashlab, noyda yo'g'on kulrang it paydo bo'lgandan keyin u to'g'u xavotirlanib, qo'rqindan qaqoqlashga boshladi va chujularni balo g'azabini neriroq olib ketishni ma'qul ko'rdi. Kenjash ko'zlari ajoyib ko'p bo'lgan yo'g'on bu itdan qilchimi tap tortmadi. Bo'ri kichkina quyruqini do'stonlik bilan lanqibildangtirib, muloyimlik bilan qaraydi. U xildan beri qishloqdagi qo'ri atrofida aylanib yurgan edi. Tunigun oqshomdan beri ho'ylar bo'shab, huvlab qolgan bo'lib, yo odamlarning, yo itlarning ovozi anglanmaydi. Mana shu sababdan Akbara odamlar qarorgohiga shunchalik yaqin kelishga petingan edi. U qalbida o'lmagan onalik sig'inishi, armon va umid bilan hamma qo'tan eg'illarni to'limi ehtiyotchanlik bilan aylanib chiqib, yo'qolgan bolalarning nom nishonini hech yerdan topolmadi. Shuning bilan beshi qiyib, odam bor joyga noiti yaqin kelib qolgan edi. Shunda qilib Akbara kichkina Kenjashning yinida turadi. U zodla tushunolmadi. Buning bola ekanligini nerdan bildi? Odam siyoqada demaydigan bo'lsa, o'z bolalarining bayini o'zla turmamdi. Bola bu yo'g'on yaxshi ishning beshini silmoqchi bo'lib qo'lini so'zgan edi. Akbaraning dard alamdan o'rtinib ketgan yuragi portlab ketdi. U bolaning oldiga kelib, uning yuzini yoladi. Kenjash uning erkalatishlarini xo'shal bo'lib, pixildab kuldida bo'rini bo'ynidan quchoqladi. Ana shu chog'da Akbara butunlay bo'shishib, bolaning putlari tegiga so'zildi-da, uning bilan o'ynashga kirishdi. Uni emitgisi keldi, lekin bola emishning o'rniga uning ustiga minib oldi. Ondan sakrab tushib, uni kaynidan agashtirib mangmoqchi bo'ldi. U mang deb kulgan peti uni chaqirdi. Ammo Akbaraning neriga qadam tashlashga yuragi petinmaydi. U yoqda odamlar bor edi. Bo'ri o'rnidan qimirlamay, mayiz ko'zlari bilan bolaga talmirib yotadi. Shu chog'da bola yana kayniga yenib, uning beshini silab qo'ydi. Akbara bo'lsa uni yalaydi. Bu yalashlar bolaga to'lim xo'sh yoqdi. Bo'ri yurkida yig'ilib qolgan hamma mehrini uningga to'kib, uning bolliq purqini ko'ksini to'ldirib purmoqda edi. Bo'rining qalisidan bu bola mening qiyotash tegidiki uvamda yashagan bo'lsa, qandoq yaxshi bo'lardi ha degan o'y o'tdi. Shu chaqda bo'ri bolaning nozik bo'ynini jarohatlantirib qo'ymaslik uchun chopinning yoqasidan asta tishladi-da, keskin bir harakat bilan yolning ustiga otdi. Bo'rilar qo'ylarning orasidan qo'zilarni shundoq yo'l bilan ilib qochadi. Bola xuddi yaralangan to'shqandek qisqa chirqirdi. Lapasqa kir yoymoqchi bo'lib kelayotgan Osigul Kenjashning vaqirg'ini anglab, oldirashlik bilan do'qmishga kelib qaradi va shu zamonda Bostonning ishiga yugurdi. Bo'ri bolani olib qochdi, chapsan. Boston ashushini yo'qotib, tamdan miltiqni oldi. Gulamxon uning kaynidan chepib chiqdi.
Ana kenjash, ana bo'ri elib ketyotidi deb faryod qiladi Asygul peshini qo'llari bilan changallab. Bo'stunmi endi bo'rini ko'rdi. U vaqirab yig'layotgan balni bo'yniga tortgan peti so'qildab ketib boradi. To'xta, Akbara, to'xta deyapman. Bar ovozi bilan vaqirdi Bo'stun va bo'rining keynidan qo'g'lab ketdi. Akbara qochdi. Bo'stun uning izidan miltiq ko'targan peti yuguraydi va g'ayri tabiiy bir ovozda hurkiraydi. To'xta Akbara, o'g'limga tegma, sana hech qachon yomonlik qilmayman. Balamni qo'y, uningga tegma Akbara. Quloq solsangchu Akbara. U shu topda bo'rining o'z so'zini mutlaq tushunmaydiganligini unutgan edi. Vaqirash va qo'g'lashlar bo'rini texmi qo'rqitib o'tgan edi. U endi tezroq qochqila turdi. Bo'stun bo'lsa vaqirg'incha uni qo'g'lashdan to'xtatmaydi. Akbara, o'g'limga tegma Akbara deb yalvaradi u. Uningdan salla orqada Gulamxon bilan Asygul dod faryod ko'tarib yugurishadi. Ot chapsaroq ot deb vaqiraydi Gulamxon bola ko'tarib ketayotgan bo'rini Bo'stunning otmaydiganligini unutib. Vaqirash va qo'g'lashlar bo'rining qinini qaynatdi. Shu chaqda uning vahshiy tabiati asliga keldi. O'ljisini qo'ldan chiqarmaslikqa qaror qildi. Balni yoqsidan ching tishlagan peti shiddat bilan tog'larga qechib, xeyla yiroqlab ketgan chig'da keyin miltiq etildi. O'q beshining ustidan vijildab o'tgandimi, o'ljisini tashlamadi. Bala dod silib vaqiraydi. Dodisi bilan opisini chaqiradi. Bo'stun bo'rini nima bilan qo'rqitishni bilmay, yana osmonga qaratib o'q uzdi. Lekin bo'ri bu qitimni qo'rqmadi. Akbara tashliq do'nglar tarafga etib yugurmoqda edi. U yerga yetib olsa bo'ladi. Birdamning ichida izidan tinib, ko'zning g'oyib bo'lalaydiganligini biladi. Bo'stunning yuragi kayniga tortishib ketdi. Qandoq bo'lsa balni qutuldirib bo'ladi, qandoq qiladi? Bu dahshatli ofat nerdan keldi? Uning gunohi nima? Balni tashla Akbara, tashla deyman. Balimizga tegma. Bo'stun halsirgan otdek eg'ir nafas ilib hasraydi. Bo'riga iltijo qiladi. Bo'stun 3-chi qatim osmonga qaratib o'q uzdi. O'q yana vahshiy bo'rining beshi ustidan bijildab uchdi. Tashliq do'ng o'ymonlar yaqin qoldi. O'qdanda 2 payli o'q qoldi. Bo'stun yana bir ozdan keyin hammasi qo'ldan ketilganligini sezib bo'rini etish qaroriga keldi. U yugurib ketib darhol tiznib o'ltirdi-da, bo'rini mo'ljalga ilishga boshladi. Bo'rining putlarini nishonga oldi. Lekin zorla nishon qila olmaydi. Ko'krigi hadab bir ko'tarilib bir tushadi. Qo'llari titrab o'ziga bo'ysunmaydi. U butun kuch-quvvati va irodasini yig'di. Ko'zni titrab turgan chamdan izmaydi. Bo'ri xuddi shiddatli to'lqinlar ichida uzib ketayotgandek qiladi. Shu chaqda u tepkini bosdi, tegmadi. O'q bo'rining yenidagi tuproqni to'zdibatdi. Bo'stun miltiqni qaytadan betladi. O'q oxirgi o'q edi. U yana mo'ljalga oldi. Bu qitim o'q ovozini anglamadi. Bo'ri bir sakrabla yeniq mo'lliq etib tushdi. Bo'stun miltiqini yelkasiga tortgan peti yiqilgan bo'ri tarafga xuddi tush ko'rayotgandek yugurib ketdi. Uningga putlari yerga chaplashib qolgandek, zotli yugurib yetib borg'ili bo'lmaydigandek, bombosh muallaq ravaqda uzib ketayotgandek tuyuladi. Havo tuyuqsizla sovib ketgandek, u birdamning ichida muzdek bo'lib ketdi va taslikda yiqilgan bo'rining yeniga yetib keldi. Uning qadi birdila yoydek egildi. Dod faryod ko'tarib ig'ranglashga boshladi. Akbara texi tirik edi. Uning yenida ko'ksini o'q teshib o'tgan bola o'lik yotadi. Zuvansiz dunyo zuvan sürmey yatadi. Dünya g'oyib bo'ldi. Uning o'rnida faqat o't yolqinlari gurildab turgan zulmatlar qoldi. Bo'stun ko'zlariga ishonmay mukchaydi va yerda qonga minib yotgan o'g'lini ko'tardi. Uni bag'riga bosgan peti kayniga mo'dirladi. Shu chaqda u nima uchun jon berayotgan bo'rining ko'zlari ko'k ekanligidan ajablandi. Ondan orqasiga burilib g'am alamdan tilsiz qilib o'ziga qarab yugurib kelayotgan ayollar tarafga mangdi. Uningga ayolning bo'yi osmonga taqilib ketayotgandek tuyuldi. Mana bo'yi osmonga taqashgan, g'oyat yo'g'on yuzi o'zgarib ketgan, g'oyat yo'g'on qo'llari so'zilgan xotin uningga qarab kelmoqda. Bo'stun o'zi o'ltirib qo'ygan o'g'lini bag'riga besib, xuddi ko'zi qarg'u odamdek qadam tashlaydi. Uning kaynidan nola faryod ko'tarib, ho'ngrab yig'lab Gulamxon so'rilib kelmoqda edi. Voy dod selib kelayotgan Asygul uni qo'ltiqidan yo'lib olgan edi. Alamdan o'zini yo'qitib qo'ygan Bo'stun hech narsani anglamadi, lekin birdilla xuddi qudratli shoqiratma egizdan etilib tushganda quliqi vangli qilib ichildi.
Dünya shavqin suranga to'ldi. U nimalar bo'layotganligini tushundi va ko'zlarini osmonga tikib dahshatli vaqirdi. Meni nimishqa mundaq jazolaysan? U o'g'lining jasadini uydagi ko'chishga tayyorlab qo'yilgan kichik karvatga yotqizdi. Shu chog'da Gulamxon jasadning yeniga tiznib, xuddi Akbara kechalari huvlagandek yig'lashga boshladi. Osigul uning yeniga yerga cho'kdi. Boston bo'lsa miltiqini ko'tarib uydan chiqdi. U xuddi urushga ketayotgandek bir dasta o'qni miltiqiga bosdi. Bir dastasini yanchiqqa soldi. Ondan Donkolukni to'qib, uningga sakrab mindi. Ya xotiniga, ya Osigulga bir ig'izmi gap qilmay uydan chiqdi. Qo'ridan sak neri beribla Donkolukning tizginini qo'yibdi. Oltin rangli qula at tomon qishliqi tarafga qarab uchib ketdi. Bu yo'ldan u qish oxirlashganda o'tgan edi. U izlab qolgan odam degan yerda ekan. Undaq bo'lmaganda uni yerning tegidan bo'lsin topmay qo'ymaydi. Shu kuni Bozorboy No'yg'atovning hovlisidami mashinaga yuk taqchaqqa qachilashmoqda. Malvarani yozliq yayloqqa ko'chirishmoqda edi. O'z ishlari bilan happalashayotgan odamlar qo'rining orqasidan Bostonning kelganligini, uning otdan tushib miltiqini qayta betlaganligini, ondan yana yelkasiga esib olganligini bayqashmadi. Mashinaga yuk besayotgan joyga kelganda uning ko'zlari tushdi. Bozorboy mashina ustidan sakrab tushib, uning chekchib qaradi. Nima deysan, dedi u Bostonning kuyib, tugigan chuchuldek qarayib ketgan yuziga tikilib. Gajgisini qashlagan holda, nima qilib yurisan, nimishqa munda qaraysan, u bir yomonlikni sezib sarisamak tushdi. Yana bo'ri deb keldimi? Boshqa ishing yo'qmi? Meningdan so'rashgan edi, yezib berdim shu. Tüfi, yezib berganingga. Qahri bilan dedi Boston uningga ko'zlarini o'qdek tikib, ishim yo'q. Sen yo'ruq dunyoda yashashga loyiq emassan. Sana shuni aytmoqchiman, yetar amdi. Bozorboy hatto o'zini to'sishga ulgurolmadi. Boston miltiqini uningga to'g'rilab, mo'ljalg'imi elib o'ltirmay tepkini bosdi. Bozorboy santurlab ketdi. Yuk mashinasining kayniga yo'shirilmoqchi bo'ldi, lekin ikkinchi o'q uning naq yelkasiga tegdi. Bozorboy 3 qitim santurlagandan keyin beshi ko'ziga tegdi-da dum bo'lib yiqildi va titrab turgan qo'llar bilan qora yerni tatildi. Hamma ish shunchalik tez bo'lib o'tdiki, o'rnidan qimirlab qo'yishmi hech kimning xayoliga kirmadi. Oxiri bechora ko'k tursun dod faryod selib o'zini erining ustiga tashladi. Mana shu chaqdala hamma qiy-chuq qilishib, etilgan odamning yeniga yo'pirilib keldi. Qimirlashma. Qattiq ovozda vaqirdi Boston atrofga ko'z yugurtib. Hech qaysing joyingdan qimirlashma. Buyruq qildi u miltiqni hammaga bir-birdan tanglab. Boradigan joyga o'zim borman. Shuning uchun hech qaysing o'rningdan qimirlashma. Bo'lmasa o'qim samandek. U yanchiqqa urib qo'ydi. Hammaylar chaqmoq so'qib o'tgandek shaqqida to'xtadi. Nima gapligini hech kim tushunmaydi. Nima deyishni bilmaydi. Tillari gapga kelmay qolgan edi. Bechora ko'k tursunlar erining jasadi ustida yolg'iz yig'lab qaqshmoqda edi. Itdek o'lib ketadiganligini bilatdim. Itdan farqing yo'q edi. O'ltir, menimi o'ltir, qotil, bechora, sho'rlik ko'k tursun o'zini Bostonga atdi. Menimi itdek o'ltirvat. Ko'zim zodla yo'ruq dunyoni ko'rmadi. Bunda hayotning mang nima keraki, u yana nimalarnidir vaqirib deyishga urindi. Bozorboyga aytdim. Bo'ri baldırga tegma dedim. Yaxshiliqqa elib bormaydi dedim. Lekin faqat quloq solmadi. Hatto bo'ri baldırını setib puliga haraq ichdi. Ondan ikki molchi uning og'zini etib, neriga elib ketdi. Shu chaqda Boston atrofida esen kirib turganlarga qahri bilan ko'z yugurtib ovozini ko'tarmay, lekin keskin qilib, "Bo'ldi, borgan joyga o'zim borman. Hammasini o'zim aytaman. Ha, o'zim aytaman. Sizlar bu yerdan qimirlamanglar, uxtinglarmi?" dedi. Hech kimdan sado chiqmadi. Hamma odam bo'lib o'tgan ishdan hong-tong bo'lib turadi. Boston odamlarning chirog'i bir-birlab qarib etib, mushu daqiqadan boshlab o'zining allaqanday siziqdan halqib o'tganligini, o'zini boshqalardan ajratganligini tushundi. Mushu daqiqacha uning atrofini yaqin odamlar qurshab turgan. Ular bilan billa oylar, yillar yonma-yon turib, nafas olgan, yeydigan, ichadiganni tepishga uringan, kun kechirgan edi. Ularning hammasini biladi. Ularmi uni obdan biladi. Har biri bilan dodu muomala qilishgan edi. Lekin mana endi ular butunlay yotsirab qarashmoqda. Mana endi ulardan mutlaq juda bo'ldi. Ular bilan hayotini bog'lab turgan yiplarning hammasi uzildi.
Arlıqda əmdi goya heç нәрсә və heç iş qalmadı. U goya ölüb tirilgəndək qılatdı. Şunun üçün ularga texmi qorqunçliqdək tuyulatdı. U şularni düşəndi. Boston etini yetlab ketdi. U arqasiga burilib qaramadı. Köl tərəfkə özü cavab berdigan tərəfkə yol aldı. Onun beşi düşüb ketgan bo'lib, keynidan sal aqsab, egar jabdoqlarni sharaqlatib, vafodar Donkolok agishib ketilayotdi. Hayot zulmati boshlangan edi. Mana dunyomi tugashdi, dedi Boston o'z-o'ziga. Shu chaqda uning bir dahshatli haqiqat ayon bo'ldi. Mushu kamgacha yo'ruq dunyo uning o'zida jamlangan ekan. Mana endi shu dunyo tugidi. U osmon edi, u yer edi, u tog'lar edi. Hamma tiriklikning buyuk onasi bo'ri akbar edi. Alamango muzluqlarda abadiy qilib ketgan irnazar edi. O'z pushtidan tomon oxirgi bir parcha go'sht o'z qo'li bilan etib tashlagan kanjash edi. La'natga qolgan o'ldirilgan bozorboy edi. Mushu chaqqicha nimalarni ko'rgan, beshidan nimalarni kechirgan bo'lsa, mushularning hammasi uning o'z jahoni edi. Uning uchun yashaydi. Uni deb yashaydi. Mana endi garchi bularning hammasi azaldan qandoq bo'lgan bo'lsa, shu beticha boqiy qilaveradi. Lekin endi bularning ichida faqat o'zli bo'lmaydi. U endi butunlay boshqa olam bo'ladi. Uning o'zgarmaydigan, qaytlanmaydigan dunyosi bo'lsa endi yo'qoldi. U hech qachon hech kimga takrorlanmasin. U ulug' halokatiga yetib keldi. Uning uchun dunyo tamom bo'ldi. Ko'l bo'yiga ilib boradigan insi uchun bo'lmagan dala yo'lida Boston birdila kayniga o'rildi. Etini bo'ynidan quchoqlab esildi va alam bilan ho'ngrab yig'ilbatdi. Ah, Donkolok, nima qilib qo'yganimni senla tushunasan, deb ho'krab yig'ladi va butun jismi titrab, men nima qilay? O'g'limni o'z qo'lim bilan o'ldirdim. Uni yerligida qo'ymay ketyapman. Suyimlik ayolimmi yolg'iz qoldi. Ondan u chulvirni o'ridi. Tizginni Donkolokning bo'yniga bog'ladi. Uzangilar otning biqiniga o'rilmasin deb ularni egarning qishig'iga bog'ladi. Barg'in, uyga barg'in, jonivor. Mayli. Nani xalsang shu yerga borgin. U Donkolok bilan vidolashdi. Endi bizga didor ko'rishish yo'q. U otning sag'risiga olqinni bilan urib, uni haydabatdi. Ot erkin qo'yib berilgandan ajablanib, qo'ru yoqqa minib ketdi. Boston yo'lga tushdi. Issiq ko'lning ko'pki qirg'iqi borgan sari yaqinlashdi. U mana shu birdam g'oyib bo'lib, birdam yana o'z bag'ridan o'zi yoyirilib, do'milab tushayotgan do'lqinlarda ko'l bag'rida biroqla yo'q bo'lib ketsam deydi. U jinidan to'ygan edi.